Do'stlar, короче, Dubayda eng boy joyga keldim. Eng ashik kurtoy boylar yuradigan, faqat tentak mashinalar yuradigan eng kurtoy maskaniga keldim. Sizlarga Lamborghinilar xil-xillar bilan bor. Hammasi oldin o'tib yotibdi. Dahshat bu yog'i. Issiq juda. Mana Lamborghini. Sevgan mashinalar ham hammasi shu yerda ekan. Bu ya'ni eng qimmat rayon. Eng qimmat rayon. Eng qimmat rayon mana shu. A как называется это? Jibir da? Jibir. Eng qimmat mahalla ekan bu yer. Bu yerga faqat o'ta ketgan boylar kelar ekan. Mana ko'chalar zo'rligini ko'ryapsizlarmi? Eng boylar keladigan joy. Я чувствую себя как бы в Нью-Йорке. Mana bu yoqqa qarab qanaqasiga ketgan mana binolar. King Salman, Sheikh Dubai. Dubayda eng katta qiroli. Ismini bilmayman, to'g'risi lekin. Mana mashinalar ovoz chiqyapti, vangillatib. Eng, короче, boylar shu yerga keladigan joy. Bu yerda постоянно odam ko'p bo'ladi. Judayam gavjum joy. Mana yana bittasi Al-Fatta Marine Towers. Ekilazibdi. Ya'ni bu yer Dubai Marine Dubayda eng qoq sentri deyiladi. Ichkarida menimcha to'y bir narsa bo'lyapti menimcha. Ana Dubai. Mashinalar ovoz chiqyapti. Do'stlar, короче, videoda davom etamiz. Eng sentr joylarga keldim yana. Ya'ni odam постоянно gavjum bo'ladigan joylar. Dubaydagi beachga ketyapmiz. Beach. Просто фантастический. Просто kelib aylansalar ham bo'ladi. Biletlar uncha qimmat emas. Borib 3 soat uchastkada bo'ldi, все. Hammasi o'zingizlarning qo'llaringda. Masalan uchun mana 10 kun oldinlar juda orzu qilganman Dubayga kelishdi. Rasmlari sun'iy intellekt orqali qilib, misol yani nima desam bo'larkan, ta'riflab berishim juda ham qiyin. Просто orzu bo'lgan menga Dubayga kelish. Qanday boraman deyish. Даже Alloh xohlasa bir hech narsa emas, ko'ryapsizlarmi? Даже kelishimga 1 so'm sarflamaganman. O'zlari jo'natishgan menga. Ishim yaxshi, Xudoga shukr, 9 da tugaydi. Ertalab 11 da boshlanadi, 9 da tugaydi. Keyin kechga bemalol aylanib yuraveraman. Ishga borib kelishga pulim sarflamayman. O'zlari olib ketadi meni. Hammasiga alhamdulillah, Allohga shukr deyman. Mana bundan bahra olinglar do'stlar. Просто bahra olinglar. Вот mana do'stlar. Офигеть просто. Вот это да.